Bilasizmi, yo'qmi, O'zbekistonda 5 yoki 10 yil emas, naqd chorak asrdan beri ishlayotgan hokimlar bor. Bulardan biri Samarqand hokimi sifatida ko'p muhokama qilingan hozirgi Sirdaryo hokimi Erkinjon Turdimov. Ko'p rahbarlar o'zgarmayapti. Siz rozimisiz? Ertaga 1 yildan keyin kreditni foizini asosiy qismini qaytarolmay qolsangiz, uyingizni sotib yuborib kreditni qaytarishga rozimisiz? Yerimni ishlatdim. To'xtab turing, qo'y, yer ishlamay qolishi mumkin bu yer. Yoki bo'lmasa issiq bo'lib turin, hosil nobud bo'lishi mumkin, yo chigirtka bosib ketishi mumkin, yo boshqa kasallik bo'lishi mumkin. Yer ishlasa ham bir narsa bilan kuyib qolishi mumkin odam. Dehqonchilik shu. Turdimov ikki prezident Islom Karimov va Shavkat Mirziyoyev davrida ham hokimlik lavozimlarini saqlab qolgan kam sonli amaldorlardan biri hisoblanadi. Hamma topshiriq beryapmiz, lekin ertaga svet o'chganda qishda Turdimov demaydi, Mirziyoyev deydi hamma. Bu esa markaziy hokimiyat tomonidan unga nisbatan ishonch yuqori bo'lib kelganini ko'rsatadi. Ayniqsa, murakkab hududlarga yuborilishi va ketma-ket 4 ta viloyatni boshqarishi uning tajribali menejer sifatida ko'rilayotganidan darak beradi. U ijtimoiy tarmoqlarda ham tez-tez ko'rinadi. Qo'rqmasdan nechtasidan aytishingiz kerak, yashirmash kerak. Do'st yashirmaydi, dushman yashiradi. Bir kuniga 50 kilo. Necha kun beryapti? Bir haftadan beri 10 kun esa 540 ming to'laydi. Shuni bilasizmi shuni? Men xabarim yo'q. Bu Ha deganda jurnalistlardan qochmaydi. Turdimov ko'proq tungi reydlari, kutilmagan tekshiruvlari bilan tanilgan. Erkinjon Turdimov chorak asrki hokimlik lavozimlarida faoliyat yuritayotgan kam sonli mansabdorlardan biri. U hokimlik faoliyatini 2000-2008 yillarda Navoiy viloyati Xatirchi tumanini boshqarishdan boshlagan. 2008-2018 yillarda Navoiy va Surxondaryo viloyati hokimi lavozimida ishlagan. 2018-2024 yillarda esa Samarqand viloyati hokimi sifatida faoliyatini davom ettirgan. U Samarqandga hokimlik davrida, ya'ni 2022-yili ommaviy axborot vositalarida tez-tez muhokamalar markazida bo'lib kelgan. Hokim jurnalist va blogerlar tomonidan taqdim etiladigan tanqidiy materiallarni qo'llab-quvvatlash va ularni rag'batlantirish mexanizmi joriy etilishi kerakligini aytib chiqqanda hamda asosli va tasdiqlangan faktlar uchun mukofot berilishi kerakligini ta'kidlagandi. Xullas, Turdimovning keskin va to'g'ridan-to'g'ri bayonotlari uni ommaviy axborot vositalarida doimiy muhokama qilinadigan hokimlardan biriga aylantirgan. Men aybdorman deb yashashing kerak. Shuni qilmaganingcha uxlamashing kerak. O'zingning vijdoningga savol berishing kerak. Vijdoningga savol ber. Nega meni uyimda svet yonib turadi? Shamol bo'lsa ham svet o'chmaydi. Nimaga uni uyida terakka tortilgancha uyingdagi stalbani olib borib qo'yishing kerak, terakni o'zing almashtirib qo'yishing kerak uyingga, qarindoshlaringnikiga. Bu esa uning boshqaruv uslubi jamoatchilik e'tiborini muntazam jalb etib kelishini ko'rsatadi. Turdimov 2025-yili Sirdaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan va ko'p vaqt o'tmay hokim sifatida tasdiqlangan. Bu umumiy hisobda uning 4-bor viloyat hokimi lavozimida ishlashi. Agar Xatirchi tumanidagi 8 yillik boshqaruvni ham hisobga olsak, hokim buva 25 yildan buyon hokimlik amalda qolmoqda.